Bu darsimizda elektron pochta ochishni ko'rib chiqamiz. Elektron pochta ochib, unda xabar almashishlarni bo'lni o'rganib chiqamiz sizlar bilan. Har doimgidek Google Chrome dasturimizga kiramiz. Bizga pochtalar bor, mail.ru yoki gmail.com bor. Biz asosan gmail.com dan foydalansak yaxshi. Saytga kiramiz. Kirganimizdagi maytda Sized account bor, Sized accountga o'tamiz. Bu tomonda bizdan so'raydi, imyamizni kiritamiz. Shahzod Yoqubov. Endi IT kurslar uz official. Bu elektron pochtangizni username esa xuddi Telegramlarda qanaqa username bo'lsa, bunda ham xuddi shunday username, ya'ni foydalanuvchi nomi bor. Endi bu tomonga parol kiritamiz. Parolga o'zlaring biron bir kiritasizlar. Biz o'zimiz uchun kiritib qo'ydik va dalay qilamiz. Bizdan buni saqlanib qilishimizni so'rayapti. Xohlasalar o'zlaringiz shaxsiy kompyuterlar bo'lsa, buni saqlayib qo'ysangiz ham bo'ladi. Sababi har doim sizlardan parolni so'ramaydi. Saqlayib qo'ydik. Biz bu tomonga esa nomer yozamiz. Dalay qilamiz. Sizlarda telefon nomerlaringga parol boradi, o'sha parolni kiritasizlar. Bu tomonga hech nima yozmaysizlar. Biz o'zimizni oldingi elektron pochta manzilimizni kiritamiz. Bu tomonga o'zlaringizning ma'lumotlaringizni kirgizasizlar. Mana ko'rib turganlaringdek elektron pochta biz ochdik. Ozgina kutib turamiz. Endi bunda qanday qilib ma'lumot almashadi, ya'ni ma'lumot yuboradi. Ko'rib turganlaringdek maytda napisat degan joy bor, o'shanga kiramiz. Kamu degani bu kimga degani, kimgaligini yozasizlar. Biz kimgaligini yozamiz. Tema mavzusi aytaylik. Kompyuter sotqonligi kursi. Bo'ldi. Endi maytga izoh, pastga esa to'liq izohni yozasizlar. Aytaylik, ushbu kursga qo'shimcha qo'shing. Misol tariqasida bu sizlarga shunaqa namuna sifatida ko'rsatyapman. Endi biza maytda belgilangan joy bor, o'sha yerdan fayl tanlab qo'yib olsak bo'ladi. Bironta fayl tanlaysizlar. O'zlaring bironta fayl tanlab qo'yasizlar. Misol biz Janob Rasululloh qo'shig'ini yukladik, o'shani tanladik. Endi yuklab oldim mana. Endi upload qilamiz. Bo'ldi. Endi biz jo'natgan xabarimizni ushbu joy orqali ko'ra olamiz. Mana. Ushbu xabarimiz ketdi.